judayam ko'pchilikning iltimosiga ko'ra inshaalloh 4-iyulda Toshkent shahri Yapon bog'ida bo'ladigan jonli uchrashuvimizda hattoki kvant polida kvant razbor ham qilamiz. Ya'ni sizni hayotingizda nimadir o'xshamayapti. Bo'lishi mumkin sog'lig'ingizda, baxtingizda, omadingizda, qanaqadir karyeraga chiqmoqchimisiz, cho'qiga yoki farzandingizni misol uchun turmushga bermoqchimisiz, uylantirmoqchimisiz, uy joyli bo'lmoqchimisiz, mashinami farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar jonli uchrashuvda, jonli kvant maydonda kvant tahlillar qilamiz va albatta siz razborda qatnashib, o'zingiz anglashlar olib, o'sha joyi o'zida yechim ham olasiz. Demak, jonli uchrashuvlar bu zo'r. Hammani 4-iyul kuni Toshkent shahri Yapon bog'ida bo'ladigan jonli uchrashuvga hammani taklif qilaman. Unutmang, biz eng zo'r hayotga ochiqmiz, loyiqmiz, tayyormiz. Ayniqsa u sirobgar barakali bo'lsa, to'g'rimi?